yig'ilish qatnashchilari bugun kun tartib hammaga tarqatilgan. Tuman, shahar, viloyat rahbarlari agar shu xalq rozi bo'lib bayram yaxshi o'tsa, rahbar uchun shu bayram bo'lishi kerak. 2025-yilda mana mart oyi davomida o'tkazilgan sayyor va ommaviy qabullar davomida o'rganib qolingan o'sha va'davozlik bilan rahbarlar ijrosi ta'minlamay quruq tushuntirish berish bilan cheklanib qolyapti. Agar jinoyat bo'lsa uni tasdiqlab, jinoyatchi bo'lsa nima ishlamaydimi? Yana bitta jinoyat qilishini kutyapsizmi? Ha? Erta ishlamagandan keyin nima qiladi bu? Yana bitta jinoyat qiladi. Bu jinoyat qilgan odam ishlamasin deganmi bu? U kimning fuqarosi bu? Boshqa davlat fuqarosimi bu? Kanimexti, Navoiyni fuqarosi emasmi bu? Bugun kun tartibidagi hamma masala mana muhokamasi yetkazildi, elektr yopiq.